Bu kiyimni tikishni boshlaganingizda ko'rgandim, Instagramga qo'yganingiz, lekin bu darajada stilni chiqadi deb o'ylamagandim. Farg'onada bunaqa kiyim men haligacha ko'rmaganman. Birinchi bo'lib sizda ko'ryapman. O'zingiz endi obunachilarimizga bitta obzor qilib bering aka buni. 2026 ga yangi fason. Bir boshdan tanishtirsam, mana yelkasi odatdagidan tushgan. Bunga bitta alohida fason qilganmiz, choki-chokiga tushirib, nuqta choklar qilganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Yoniga bitta cho'ntak, listichka cho'ntak, tugmasini qarang, 5 ta tugma, hammasi bekib turadi. Eng tepasida bittasi ko'rinib turadi. Orqasida ham rezinka, вообще удобный, ham harakatga, hamma yo'qqa. Shimiga ham navbat. Qarang, ikkita skilatga, harakatingizga ham hamma yo'qqa. Bag'iga shunaqa sal kengroq bo'lsa, o'g'il bolalarga chokki turadi. Muskulalar ujub bo'g'dadan qoldi. Ko'ringlar, baho beringlar. Qani o'zingizga? Menga вообще yo'q. Anvar aka, buni narxiga qiziqayotganlar qayerga murojaat qilsa bo'ladi? Plus qoldiringlar, kimga qiziq bo'lsa, direktga yozinglar, ma'lumotlar to'liq berib ketamiz. Gap yo'q.